mijozlar, xush kelibsizlar. Bizni bank mahsulotlari bilan bugungi uchrashuvda tanishtirib o'tamiz. Bizda chorvachilik yo'nalishida 50 milliongacha mahalla loyihasi mahsulotimiz bor. Issiqxona, tomorkaga foydalanish uchun asbobskilar, agar suv chiqarib beramiz, nasos, hamma narsani olishingiz mumkin. 5 milliondan 50 milliongacha xohlagan nimada plastikda olmasangiz asbobskilar yetkazib berish mahsulotlarimiz bor. Agar kimda kelib olish istagini bildirsalaringiz, buni tushuntirib rasmiylashtirib beramiz. Masalan, siz o'zimni bank qilishimga qanday kreditlar bor? Sizni sharoitingiz qanaqa? Qamoqdasiz? Yo'q, qamoqda. Chorva boqish uchun sharoitingiz bormi? Bor. Chorva boqish sharoitingiz bo'ladigan bo'lsa, 50 milliongacha mahalla loyihasidan yillik 25% da ajratamiz. Ayollar uchun 23%. Vaqtda o'zingiz bank mahsulotlari bo'yicha yuqori ta'kidlab o'tdi. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha mahalla loyihasi bizga birinchi qadam shakldagi bank mahsuloti ekan bank krediti bor. Bunda endi o'zini bank qilgan bo'lish kerak shaxs. O'zini bank qilgan bo'lish kerak. 50 million so'mgacha beradi. Yillik 25% ga 60 oyga. Plastik kartani tushirib plastik karta beradi. Plastik karta bilan xohlagan bozordan xohlagan molingizni, chorva mollaringizni olib ishlatishingiz mumkin. Bunda ta'minot usullari shaxs kafilga so'raladi. Buni haqida shu plastik kartaga tushirib beramiz. Mahalliy molda o'zi olishimiz mumkin. Hozirda plastik karta naqd shaklda egaladi. Ta'minotchi degan nima yo'q. To'g'ri. Yana kimsa so'radi. Hech bir ishlarga bo'lsangiz o'zingiz bank qilasiz. Soliq organiga borib, tartiblari bor, soliq uchun to'lovlarimiz bor. Bu o'zi bank qilish degan programmasida o'zingiz bank qilib berasiz. To'lov bor 375 atroflarida. Bu qulaylik afzalligi hech qayerda ishlamasangiz, o'zingiz bank qilsangiz 1 yillik ketadi, o'zingiz mehnat stajiga ega bo'lib ketaverasiz. Kelajakda pensiya chiqish. Endi bunga endi banklar 45 mahsulotlarni tavsiya qilyapti. Bizga birinchi qadam yo'nalishimiz bor. O'z bank qilgan shaxslarga 5 million so'mgacha beramiz. 5 million. Yillik 25%, 12 oy muddatga sug'urta polisi bor. Men buni 5 milliongacha olib foydalanasan. Yana ikkinchi mahsulotimiz bor. Bizga ko'mak. Ya'ni bu ham o'zi bank qilgan shaxslarga 12 million so'mgacha bo'ladi. Yillik 25%, 48 oygacha muddatga sug'urta polisi yoki uchinchi shaxs kafilligi. Shu shaklda ham bersa bo'ladi. Ayollar uchun 23%. Chunki ayollarga 2% imtiyoz berganmiz. Tushunarli? Ahmad, yana kimda savol bor? Menda savol bor. Qarang, shu 50 millionni olsak, tushirib berasizlar. Taklif qilib kelgandan keyin qo'lni nimaga tushirgansiz plastik. Albatta. Mana shu 50 milliongacha boya yuqori taklif o'tdik. 50 million tushib mahalla loyihasi bo'yicha 50 million tushib bergandan keyin necha yildan keyin talab qilasiz? 2 yil imtiyoz davri bor. 2 yil imtiyoz davri, 2 yildan keyin asos qarz to'la boshlaysiz. 2 yilgacha faqat foiz to'laysiz. Muddati o'sha nima aytiraman? qarang, 2 oy, 2 yil imtiyoz davri. Muddati 2 yilgacha sizdan asos qarz to'lanmaydi, faqat foizini qaytarib so'rash. Oyiga qancha bo'lib qo'yadi?